Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Navbatdagi dastavka xizmatimiz Buxoroga bo'lyapti. Ya'ni zakaz asosida shu Dorf brendiga tegishli bioventilatsiya shiroki variantdagi radiatorimizni terib berdik. Akamiz dushga qo'ymoqchi ekanlar, 2-3 ekan dushlari. Juda ham chiroyli holatda isitib beradigan qilib, ya'ni 10 ta qovurg'ali shiroki varianti, ya'ni 13 kilogramlik libojaga solishtirsangiz ham bo'ladi. Eng og'ir, eng yaxshisidan qilib berdik. Oyoqlari ham baquvvat. Hech qanday qiyshaysh degan narsalar bo'lmaydi. Xohlagan joyingizga ko'tarib olib chiqib ishlatsangiz ham bo'ladi. O'zida termostat bo'ladi, o'zi o'chib yonadi. Kunlik tok rasxodlari примерно 10 ming so'mgacha bo'ladi, rosa bo'lsa. Sababi bular tez o'chib yonadi. Bundan tashqari bizda po'lat metal radiator pechkalarimiz bor. Xo'p, 5 ga to'rxona uchun 50 ga 1.40 ga bular ham dastavka xizmatlari O'zbekistonning barcha hududlariga bor. 50 ga 120 ga 4 ga to'rxona uchun juda ham chiroyli holatda isitib beradi. Bularda ham termostat bor, o'zi o'chib yonadigan bo'ladi. 20 gradusdan 80 gradusgacha. 2 metrligi ham bor. Bundan tashqari 2 metrligi o'rtacha hisobda 35-40 kvadratgacha bemalol isitib bera oladi. Barchaga omad sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lib, hamda videolarga like bosib, yaxshi niyatda like bosib qo'yinglar. Sizlarga ham yetkazib beramiz.